Assalomu alaykum hammaga. Siz Film News kanalidasiz va bugungi videoda sizlarga hammaga qiziq bo'lgan va hammanglar kutgan ya'ni masxaraboz qayerdan kelgan, kim o'zi, nega Deri shahridan tashqariga chiqmaydi, uni o'ldirsa bo'ladimi va uning asosiy ko'rinishi qandayligi haqida ma'lumot berib o'taman. Qisqa qilib aytganda, u haqida barcha ma'lumotlarga bugungi videodan javob topasiz. Qani unda qiziqarli videomizni boshladik. Xo'sh, uni demasdan masxaraboz deyman. Shunda sizlarga ham menga ham qulayroq bo'ladi. Masxaraboz bu Stephen Kingning mashhur romanidagi asosiy o'zkuch. Uning asl shakli kosmik qadimiy mavjudot Pennywise. Bu faqat odamlarni, ayniqsa bolalarni o'ziga jalb qilish uchun olgan maskasi xolos. Juda ham oddiy qilib aytganda, u aslida klon emas. Bu odamlarni qo'rqitish orqali kuch oladigan qadimiy mavjudot. Nega unda klon shaklida chiqadi? Chunki ko'pchilikka klonlar biroz g'alati yoki qo'rqinchli ko'rinadi. Yana Amerikada klondan qo'rqish kasalligi ham bor. Masxaraboz odamlarni qo'rquvga qarab shaklini o'zgartira oladi. Aslida masxaraboz yer paydo bo'lishidan oldin ham bo'lgan. Ya'ni u juda ham qadimgi mavjudot. Yerga esa millionlab yillar avval asteroidda kelgan. U kelgan asteroid esa uning qamog'i hisoblanadi va yerga urilganda asteroid parchalangan va ichidan Deadlight, o'zbek tilida o'lim yorug'ligi chiqib kelgan. Shu yorug'lik masxarabozning asosiy tanasidir. Masxaraboz yerga endi kelgani uchun ham kuchsiz bo'lgan va faqat belgilangan o'rmondan chiqmagan. U bilan hindular birga yashashgan. Uning hududiga hindular hududiga esa u o'tmagan. Lekin vaqt o'tishi bilan zamon rivojlangan. O'sha paytdagi qirolli kavboylar, ya'ni amerikaliklar hindularning ogohlantirishlariga qaramay, u yerga o'q qilish uchun kirishgan va 20-30 kishining hech biri tirik qolmagan va masxaraboz kuchayib o'z zonasidan ham uzoqroqqa chiqishni boshlagan. Hindularda ularni himoya qila oladigan asteroid parchasi bo'lgan. Shu bilan ular o'zlarini himoya qilib kelishgan. Lekin masxaraboz odamlarni yegat kichik bo'lak ularni himoya qila olmagan. Shundan keyin u kelgan asteroidni topish uchun bolalar yo'lga otlanishgan va natijada g'ordan barcha asteroid bo'laklarini olishgan va masxarabozning zonasi atrofiga chuqur ko'mib chiqishgan, ayrana shaklida. Shuncha yillardan beri shu uchun ham masxaraboz Deridan tashqariga chiqmagan va bu narsani faqat hindular bilishgan xolos va bu ma'lumotni avloddan avlodga yetib kelishgan. U Deriga xush kelibsiz serialining 4-qismida ham shunday tushuntirilgan. Ya'ni okeyla aytganidek va masxarabozni faqat aynan asteroid bo'laklari bilan o'ldirish mumkin. 2019-yilda chiqqan to'liq metrajli filmining 2-qismida ham masxarabozni asteroid tushgan joyda o'ldirishadi. Chunki masxaraboz asteroid bor joyda kuchsizlanadi va asteroidni his qiladi. Uni ko'rsa qochadi ham. O'zi uning maqsadi nima? U har 27 yilda bir uyg'onadi va qo'rqitish orqali kuch yig'adi. Shundan so'ng yana uxlaydi. Bu paytda u o'ndan minglab bolalarni yo'q qilishi mumkin. Agar oldin hindular asteroid toshlarini ko'mib uni Deriga qamab qo'yishmaganda shunday bo'lardi. Xo'sh, biz uni har xil shakllarda ko'rganmiz. Nega? Masxaraboz odamning qo'rquvi, ichki dunyosi va xarakteriga qarab tuzilishini o'zgartiradi. Odamlar masxaraboz Pennywise klonni ko'rganda g'alati bo'lishadi. Shuning uchun ham u ko'proq masxaraboz ko'rinishida bo'ladi. Uning asosiy ko'rinishi esa mana bunday. 3 ta o'lim yorug'ligi. Deriga xush kelibsiz serialini ko'rmoqchi bo'lsanglar, hozircha 4 qismini kino kanalidan ko'rsanglar bo'ladi. O'zbek tilida va yuqori sifatda. Kino kanal silkasi esa opisaniyada bo'ladi. 5-qism esa bugun chiqdi. Shunga hali tarjima qilishmagan. Bilasizlar, hozir dizaynersiz ish bitmaydi. Shunga sizlarga o'zimni dizaynerni tavsiya qilmoqchiman. Muhammadullohni. Agar dizaynerga ish tushsa va yaxshi dizayner kerak bo'lsa, bemalol Muhammadullohga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ichkalarini opisaniyada qoldiraman. Boshda aytganimdek, videoda masxaraboz qayerdan kelgani, kim o'zi, nega Deri shahridan tashqariga chiqmaydi, uni o'ldirsa bo'ladimi va uning asosiy ko'rinishi qandayligini aytib o'tdim va u serialning barcha qismlari chiqib bo'lgach, kanalda serial tahlili ham chiqadi. Bugungi videoda sizlar bilan masxaraboz haqida gaplashdik va video haqida va filmlari, seriallari haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq, bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman. Shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazib yurmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yish ham esdan chiqmasin. Agar bosib qolgan bo'lsanglar, hozircha xayr. Keyingi shunga o'xshagan qiziqarli videolarda ko'rishguncha. Darkwave.